ikkinchi paragrafdagi elektroliz qonunlari mavzusidagi masalalarni ham ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi masala 500 gramm 32% mis sulfati eritmasidan mis to'liq ajratib olish uchun 5 amper tok kuchini necha sekund davomida o'tkazish kerak. Demak, bu yo'llari ishlangan, to'g'ri, tushunarli. Faqat mana bu yerda tushunarsiz boshlangan. Demak, bu yerda m tuz ekan. Demak, bu yerda tuzli ekvivalent topgan. Lekin elektroliz qonunlariga asosan demak, bu yerda katod yoki anodda ajralgan, demak, moddaning ekvivalent massasi topish kerak. Demak, bu tuz ajralmagan katodda yoki anodga u erigan moddani nimasini topib ketgan? Ekvivalent massasi topgan. Keyin eng ko'paytirilgan va nima bu? Bu ham tushunarsiz, izoh berilmagan. Shuning uchun mana bu kamchiliklar shundan keyin ekvivalent siz buni osonroq ishlash mumkin. Ana endi ekvivalentsiz shuni zaryadlar tengligi bilan ishlaymiz. Demak, oldin mis sulfatni molini topamiz. N mis SO4 demak teng bo'ladi 500 ko'paytirilgan 0,32 bo'lingan molyar massasi. Demak 64 128 oldin yurdi 32 160 bo'lar ekan. Demak, buni nima deymiz endi? Ikkita virgulni so'rsak 5 bo'ladi, bu 32 bo'ladi, taqsim 160. Demak, bu 1 bo'lib qolar ekan. Endi mis sulfat 1 mol bo'lgani uchun, demak, mis ionlari ham 1 mol bo'ladi. Demak, mis ionlarining qaytarilishini yozsak endi 2 ga nima bo'lib qoladi? Mis mol bo'lib qoladi. Demak, bu 1 mol bo'lsa, demak, endi zaryadini hisoblaymiz uni 1. Demak, misni moli bu, zaryadi 2 ko'paytirilgan 96500. Demak, bu katoddagi zaryad teng bo'ladi tashqi zanjirdagi zaryadga teng bo'ladi. Demak, I ko'paytirilgan T ga yoki 5 ko'paytirilgan T ga. Bu yerdan T barobar bo'ladi. Buni ko'paytirib bo'lsak 38600 sekund bo'lib qoladi. 600 sekund. Demak, keyingi masalaga o'tamiz endi. Ikkinchi masala. 500 gram 23% kaliy karbonat eritmasidan necha amper tok kuchini 4825 minut davomida o'tkazilganda kaliy karbonatning massa ulushi 50% ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda standart, demak, hech qanday muammosi yo'q. Bu yerdan faqatgina ana bu yerdan. Qarang, mana bu nima bu? Buni qayerdan yozgan? Nima o'zi bu? Bular nima qilgan? 96500 Faraday doimiysini, demak 660 ga bo'lgan. Demak, bu taxminan mana shu son bo'ladi. 1600 demak 8 butun, demak 33 ho'kizaga ketadi. Nima uchun bunday qilgan? Qaysi mantiq bilan buni tushunish qiyin. Demak, bu doimiylik bu. Aslida mana bu nima bu? Minutga berilgan. Buni sekundga aylantirish uchun buni 60 ga ko'paytirib, buni o'zining 96500 yozib, keyin hisob-kitob qilib ketish kerak edi. Demak, fizikani bilmadim endi, fizikani ustidan kulganday bo'lib qolgan bu narsa. Buni doimiyligini 60 ga bo'lib, demak, bu Faradayning ichiga sekund turadi. Demak, buni bo'lgan vaqtga, minutga aylantirgan boshqa bir birdek kelib chiqaveradi. Demak, bu kulguli holat bu. Endi buni ishlaymiz o'zimiz. Demak, oldin kaliy karbonatni massasi topamiz. Demak, m qayerdan ishlaymiz? Demak, kaliy karbonatni massasi demak barobar nima bo'ladi? 500 ko'paytirilgan 0,23. 25 yozib ketdimmi? 23. Virgul sursak 5 ko'paytirilgan 23 bo'lib qoladi. Demak, 100 bo'ladi. 115 gram bo'lib qolar ekan bu. Endi keyingi holatga nima bo'ladi? Shuni ulushi, bu nima elektroliz qilgan vaqtga beri faqat suv elektroliz bo'ladi. Kaliy karbonatni massasi o'zgarishsiz qoladi. Shuning uchun ikkinchi eritma, m eritma 2 desak, demak elektrolizdan keyingi eritma 2 desak uni barobar bo'ladi. Demak, 50% nimada uni? Kaliy karbonat bo'lsa 50% suv bo'ladi. Shuning uchun uni massasi 115 ko'paytirilgan 2 230 gram bo'lib qolar ekan. Endi elektroliz bo'lgan suvning massasini topamiz. Demak, delta m H2O. Demak, barobar bo'ladi bu. Oldingisi qancha edi? 500 gram edi. Keyingi qancha qoldi? 230 gram qoldi. Demak, barobar bo'ladi nimada? 270 gram. Ana endi buni suv bu. Demak, suvning molini topsak, NH2O, demak, elektrolizga uchragan suvning moli demak 270 bo'lingan 18 bo'lsa, bu 15 mol bo'lib qolar ekan. Demak, 15 mol suv nima bo'lgan? Elektroliz bo'lgan. Demak, bu katod reaksiyasi yozsak, nima bo'ladi? H plus Y. Demak, nima bo'ladi? H2O bo'ladi. Demak, 2 qo'ysak, mana shunday bo'lib qoladi. Demak, bu 15 mol bo'lsa, demak 30 mol, demak ion
nima bo'lgan? Qaytarilgan. Demak, endi yana zaryadlarni tenglashtiramiz. Nima bo'ladi endi? Tashqi zanjirdagi zaryad bilan nimadan katodda yoki anodda ajralgan, o'zi katod o'rni katodda ajralgan zaryad teng bo'ladi. Demak, 30 bu vodorodning moli, vodorod ionlarining moli, vodorod ion zaryad 1 ga teng. Ko'paytirilgan 96500. Demak, barobar bo'lib qoladi endi. Nimani so'ragan bizga? Tok kuchini so'ragan. Demak, I ko'paytirilgan 4825 ko'paytirilgan yana 60 deymiz. Chunki amperning ichida nima turadi? Doim sekund turadi. Shuning uchun mana buni minutda emas, sekundga ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerdan I barobar bo'lib qoladi. 10 amper bo'lib qoladi. Demak, javob shu. Keyingisiga o'tamiz endi. Demak, 3-masala. Demak, bu masalani juda cho'zilib ketgan, bilmadim nimalar qilgan bilan. Mana bu narsalarni o'qish tushunishiga bilmadim darg'on. Men ishonmayman tushunishiga. Demak, umuman ekvivalent o'zi mohiyatga yetish qiyin. Chunki u qanaydir nima, mavhum tushuncha. Shuning uchun buni aniqroq mol va zaryad bilan ishlash ma'qulroq bo'ladi. Demak, buni yana qaytadan ishlaymiz mana hozir. Demak, 3-masala ekan. Demak, nima degan? 250 gram 8 butun 100dan 94% kaliy xlorid eritmasidan 3 amper tok kuchi 9600 sekund davomida o'tkazilganda hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini toping. Oldin kaliy xlorid molini topamiz. Yana kaliy xlorid barobar bo'ladi 250 ko'paytirilgan 0.0894 bo'lingan molar massasi. Demak, bu 39. Demak, 35.5 qo'ysak 74.5 bo'ladi. Demak, bu barobar bo'lib qoladi 0.3 bo'lib qoladi bu. Endi elektroliz reaksiyasi yozamiz. Demak, kaliy xlor, demak, suv kerak bo'ladi. Nima hosil bo'ladi bu yerdan? H2 ajralib chiqadi. Kaliyning joyiga plus O2 ajraladi, xlor ajraladi. Xlor 2, kaliy OH hosil bo'ladi. Plus nimada? Kaliy OH. Demak, reaksiyani tenglashtirsak, demak 2 demak 2 reaksiya tenglashdi. Ana endi, demak, bu elektroz qilayotgan vaqtga nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Demak, kaliy xlorid to'liq elektroz bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyingisi yoki kaliy xlorid to'liq elektroz bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Kaliy xlorid tugab, suv ham elektroz bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, buni qanday aniqlaymiz? Demak, buni zaryadlarni tekshirib ko'rib aniqlaymiz. Demak, birinchi tashqi zanjirdagi zaryad hisoblaymiz. Demak, bu tashqi zanjir barobar bo'ladi 96050 ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Endi katodda yoki anodda ajralgan nimani topamiz? Zaryad topamiz. Mana shuni topaylik. Demak, buni molini qo'yaylik. Bu 0.3 mol edi. Demak, bu 0.15 mol bo'lib qoladi. Endi bu katoddagi zaryad topamiz. Demak, 0.15 mol vodorod bo'lsa, demak, buni hosil bo'lishi uchun 0.3 mol ion kerak bo'ladi. Endi men reaksiyani yozib o'tmadim. Demak, ionning zaryadi 1 ga teng, ko'paytirilgan nima bo'lib qoladi? 96500 bo'lib qoladi. Xo'sh, bitta virgulni olsak bu yoqqa, bu ham 3 ko'paytirilgan 96000 ana bunday bo'lib qoladi. Xo'sh, demak, bu ikkovi bir-biriga teng bo'lgani uchun nima bo'lgan? Demak, kaliy xlorid, demak, to'liq elektroliz bo'lgan. Demak, suv elektroliz bo'lmagan va nima ham bu ortib ham qolmagan. Demak, foiz konsentratsiyasini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Endi bu juda oson bo'lib qoladi. Bu 0.100 dan bu ham 15 mol bo'lib qoladi. Demak, bu 0.3 mol bo'lib qoladi. Endi eritmadan chiqib ketgan moddalarning massasini hisoblashimiz kerak. Demak, M barobar bo'ladi M1 plus nimadi? M2. Mana bu ikkovining massasini ayirib tashlashimiz kerak eritmadan. Demak, buni hisoblaylik oldin. Demak, bu nimaga teng bo'lib qoladi? 0.3 dan 0.15 ko'paytirilgan 1 plus bu ham 0.3 dan 15 ko'paytirilgan 71. Demak, bu ikkovini hisoblasak 0.3 dan 3 10.3 dan 15 bo'lib 10.95 gram bo'lar ekan bu. Endi eritmani massasini hisoblasak endi M eritma. Demak, oxirgisi 2 deylik buni. Nimadan nimani ayiramiz endi? 250 dan. Demak, eritmadan ajralib chiqib ketgan moddalar massasi, ya'ni 10.3 dan 95 ni ayiramiz. Demak, bu barobar bo'lib qoladi 239.05 bo'lib qolar ekan. Endi buni foiz konsentratsiyasini aniqlasak, demak, bu 0.3 mol edi.
0,3 ko'paytirilgan molar massasi. Bu 17,39. Demak 56. Demak bo'lingan 239,05. Demak bu ham taxminan 7% bo'ladi. Yana keyingi masalaga o'tamiz. 4-masala. Xo'sh, 4-masalaga nimada bo'lgan? Mana bu yerdagi sal tushunarsiz holat bu. Mana bu yerda ekvivalent hisoblagan. Bir nimalar qilgan. Buni nima kerakligini mana to'g'ri tushunmadim. Qo'ygan yana ekvivalent o'shanda. Demak, masalani qaytadan ishlaylik o'zimiz. 4-masala. Demak, 31,25 gram mis sulfat N molekulyar suv tarkibli kristalloid gidrat 300 gram suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritmadan misni to'liq ajratib olish uchun 5 amper tok kuchi 4825 sekund davomida o'tkazilgan bo'lsa, kristal gidrat tarkibidagi suvning miqdorini endi topishimiz kerak ekan. Nima ish qilamiz? Reaksiya tenglamasini yozamiz oldin. Demak, mis sulfatni nimasini elektrolizini yozamiz. Demak, suv qatnashadi. Demak, mis ajralib chiqadi katodda. Bunga kislorod ajraladi. O2 plus nima qoladi? Eritmada. Demak, H2SO4 qoladi eritmada. Endi demak, misni nimasini topamiz endi? X mol bo'lsa mana shu. Demak, bu ham x mol bo'lib qoladi. Endi buni katoddagi zaryad topsak agar nima bo'ladi? X ko'paytirilgan misni zaryadi 2 ko'paytirilgan 96500 teng bo'ladi. Demak, sekund 4825 sekund ko'paytirilgan nima bo'lib qoladi? Tok kuchi bo'ladi. Demak, tok kuchi necha amper? 5 amper bo'ladi. Demak, bu yerdan x barobar bo'lib qoladi 1/8 ga 0,25 da hisoblash osonroq bo'lishi uchun shunday yozdim. Demak, hisobladik. Endi mana buni qaraymiz endi. Demak, buni nimasi berilgan? Massasi berilgan. Demak, buni molar massasi nimaga teng bo'ladi? Demak, buniki 160 plus nima bo'lib qoladi? 18 m bo'ladi. Ko'paytirilgan moli 1/8 teng bo'ladi massasiga 31,25 ga. Buni 8 ga ko'paytirsak 160 plus 18 n barobar bo'lib qoladi 250 ga. Demak, 18 n barobar bo'lib qoladi 90 ga. Demak, n barobar 5 bo'lib qolar ekan. Tamom, mana ishlarning hammasi. Endi yechimlarni solishtirib ko'rishingiz o'zingizga havola.